Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Ulug' Ramazon oyingizga muborak bo'lsin. Ramazon oyida qilgan ibodatlaringlarni Alloh qabul qilsin. Turmushingizga xotirjamlik, xizmatingizga utuq tilaymiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xalqaro kechirim tashkiloti Islom hamkorlik tashkilotini Ramazonda Uyg'urlarning diniy erkinligini qo'g'dashga chaqirdi. Uyg'ur mutafakkurlarni xotirlash ilmiy muhokama yig'ini Istanbulda ochildi. Turkiyaning eng chong jamiasi ochildi. Rossiyaning bir yo'lovchilar aeroplani o't ketib 41 kishi hayotidan ayrildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xalqaro kechirim tashkiloti Ramazon arifasida musulmonlarning islom hamkorlik tashkilotiga xat yozib, mazkur organni Uyg'urlarning diniy ibodat erkinligini qo'g'dashga chaqirish harakatini qo'zg'adi. Mazkur tashkilot 3-may kuni e'lon qilgan chaqiriqda Sharq Turkistonda yashaydigan Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlarning kamsitishga, diniy ibodat erkinligining og'ir cheklashga uchrayotganligi, kishilarning diniy e'tiqodi, madaniyat tonishi o'zgartirilib, davlatga bo'lgan siyosiy sadoqatmanlikni qo'lga keltirish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlariga qamalganligini bildirgan. Chaqiriqda yana Xitoy doiralarining Ramazonda restoranlarning dam olishi, kishilarning masjidlarga berishini cheklaganligi, o'quvchilar va partiya a'zolarining ro'za tutishni ma'ni qilganligi ta'kidlanib, musulmonlarning manfaati va kishilik huquqini qo'g'dashga mas'ul Islom hamkorlik tashkiloti va uning mustaqil kishilik huquq komitetini harakatga o'tishga chaqirgan bo'lib, ular Xitoy hukumatini Xinjiangdagi etnik millatlarning diniy erkinlik huquqiga hurmat qilishga va uningga kafolatlik qilishga, jazolashni to'xtatishga, faqat kishilik huquqni tinchlik bilan yurgizganlik uchun jazolashga xotima berishga chaqirish kerak. Musulmonlarning islom hamkorlik tashkiloti kishilik huquq komitetiga ilxat avatib, Uyg'ur rayonida jazolashga uchrayotgan musulmonlarni qo'llashni talab qilishga undagan. Islom davlatlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmonlarni keng ko'lamli ta'qiplash, tutqun qilish, bostirish va lagerlarga qamash harakatlariga sukut qilib kelishi g'arb allarini hayron qoldirgan. Yaqinda islom hamkorlik tashkilotining Xitoy hukumatining musulmonlarga qaratgan siyosatini qo'llaydiganligini bildirishi kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchragan. 2019 yılı 5. may günü İstanbul Türk Ocağı yığın zalida 4. navbatlik Uyg'ur mutafakkurlarni xotirlash ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inning ochilish qismi Turkiya va Sharqiy Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlandi. Ochilish nutqida akademiya raisi professor doktor Olimjon Inoyat apandi oldi bilan butun dunyodagi Uyg'urlarning do'ppi bayramini tabrikladi. Va bu qitimqi yig'in maxsus Xitoyning jazo lageri va turmalarga begunoh so'langan Uyg'ur adib, yozuvchi va tadqiqotchiligi beg'ishlanganligini bildirib, do'stit Ilhom To'xti, professor Abduqodir Jaloliddin, professor Rahila Davud va Yalqi Ro'zi qatorli Xitoy turmasi va jazo lageridagi milliy oqartish janglarini yaqindan tunib chiqish bilan birga, ularning Uyg'ur millatini uyg'otish yo'lidagi fidokorona ish izlari bilan tanishib chiqishni o'ttirib qo'ydi. İstanbul Türk Ocağı raisi doktor Jazmi Bayram alohida so'z qilib, Uyg'urlarni Turkiyada tanitish, bo'libmi Uyg'ur ziyolilari va ularning asarlarini Turkiya xalqiga tanitishning bek muhimligi. Bu tür xizmatlarda Uyg'ur akademiyasining vazifasining og'irligi, bu xizmatda Türk Ocağı'ning yaqindan yordamda bo'lganligini bildirdi. Muhokama yig'inida Istanbul Universiteti o'qituvchisi do'stit doktor Rahila Qashqari, Uyg'urlar uchun qimmatli ustoz professor Rahila Davud temasida, Aga Universiteti o'qituvchisi professor doktor Olimjon Inoyat apandi Uyg'ur xalqining vijdoni Ilhom To'xti temasida, Yaponiyadan Çanakkale Universitetiga kelib tadqiqot bilan shug'ullanayotgan doktor Hoji Qutlug' Qodiri, adib Abduqodir Jaloliddinning ijodiyati va ma'naviyati temasida, Aga Universiteti o'qituvchisi doktor Mag'firat Kamol xonim, Yalqi Ro'zi va milliy ong temasida, doktor Farhod Qurbon Tangri Tog'li, Abdurahim Heyitning ijodiy emgaklari temasida ayrim doklad sundi. Yig'in oxirida akademiya raisi professor doktor Olimjon Inoyat Xitoy hukumatiga xitob qilib, Xitoyning jazo lageri va turmalarda og'ir ruhiy va jismoniy qiyin qistoqlarga uchrayotgan do'stit Ilhom To'xti, professor Abduqodir Jaloliddin, professor Rahila Davud va Yalqi Ro'zi qatorliq minglarcha begunoh Sharqiy Turkistonlik tadqiqotchi ziyolilar, bilim egalari, adabiyot san'atchilar, tantarbiya sohasidagi cho'lponlar, donglik tijoratchilar va mo'tabar diniy zotlarni sharsiz qo'yitishga tanbihladi. Bu xil sharoitda Uyg'ur qatorliq Sharqiy Turkistonliklarning mustaqil davlatini asliga keltirib, Xitoydan mustasno hur yashamoqdan boshqa chorasining qolmaganligini ta'kidladi. 2019
2013 yılı İstanbul'da selinishga başlagan 63 bin kişi birla vaqtda namoz o'qiy oladigan Turkiyaning eng cho'ng jamisi Buyuk Chamilji jamisi ichildi. Buningdan 6 yil ilgari qurilishi boshlangan va murosimga yerlik va chet ellik mehmonlar taklif qilingan jamada kun bo'yi Qur'oni Karim tilovat qilinadi. Osmanlı imperiyasi Seljuqiylar davlatining binokorlik uslublari bilan hozirgi zamon qurilish texnikasi birlashtirib yasalgan ko'rkam binokorlik qurilishi bilan Istanbulning har bir nuqtasidan ko'gil bo'lgan hayvatlik Buyuk Chamilji jamasi shaharning yangi simvollaridan biri bo'ldi. İçkiga kirgan kishini xuddi Istanbulning simvoliga aylangan Osmanlı imperiyasi davridagi podshohlar tarafidan yasatqizilgan jamalarning davomidagi his tuyg'ularga cho'mdirib o'tadigan Buyuk Chamilji jamasi qurilish uslubidan har bir bo'limidagi eng nozik qurilmasigacha kishilarni hayajonga soladi. 5 may Moskvadan Murmanskqa uçmoqchi bo'lgan yo'lovchilar aeroplani ko'kka ko'tarilib, uzun o'tmayla texnika sababli aerodromga qaytib jiddiy qo'ngan. Aeroplan qo'nish jarayonida orqa tarafga o't ketgan va yo'lovchilar darhol tarqoqlashtirilgan. Rossiya TASS agentligining xabarida ko'rsatilishicha, aeroplanda 73 yo'lovchi va 5 aeroplan xodimi bor bo'lib, 41 kishi jinidan ayrilgan, 37 kishi qutulib qolgan. O'lgan kishilarga 15.300 Amerika dollari, yaralanuvchilarga 7.650 Amerika dollari to'lam berildi ekan. Hamda voqea yuz bergan rayonda 3 kun motam tutildi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.